Leo jigar, qachon siz oxirgi marta maydonda yugurgansiz? Ha, menga yugurganim uchun emas, aqlim uchun pul to'lashadi. Sizchi, Cristiano, qachon oxirgi marta pas bergansiz? 40 metrdan darvozaga tepmasdan. Men shunchaki o'zimga ishonaman va hatto to'p ham men uni tepishimni yaxshi ko'radi. Sizchi Leojon 5 marta Chempionlar Ligasini yutish qanaqa bo'lishini bilasizmi? Sizchi, Jahon chempionati finalda o'ynash qanday bo'lishini bilasizmi? Ta'sirli. Mayli. Bitta jiddiy savolda, siz qachondir meni harakatlarimdan motivatsiya olganmisiz? Albatta. Har doim qachon siz ertalab soat 5 da trenirovka qilayotganingiz haqida surat qo'yganingizda men shuni tushunib yetamanki, demak, telefonni o'chirib uxlash vaqti kelibdi. Lekin Pauling siz futbol ancha zerikan deb bo'lgan bo'lardi. Ha, albatta. Siz futbol bu internetsiz Wi-Fi kabi. Siz futbol esa siz holatdagi gap. Nima desa desunu, lekin biz tarix yaratdik.